Mana shu buvamga 10 mingta like bosib bersanglar, mashinalarini Xudo xohlasa. Davay. Bo'ladi. Endi Ilhom buva, yo'q keling. Siz bilan bir jiddiy gaplasha olmasak bo'lmaydi, buva. O'zi niyat qiluvdim, kommentariyaga yozishdi-da, chexol ham taqib beringlar deb ko'pchilik do'stlarimiz yozishgani uchun bitta chexolda ham hadya qilmoqchi edik. Qarasam, vaziyat og'ir. Motoringiz bir ahvol, hadovoyingiz bir ahvol, salonni ko'rib turishibdi. Shuni chiroyli qilib o'zgartirsak, nima deysiz? Yaxshi bo'laydi. Agar senda ham birodar mana shu sifat bo'lsa, o'zingni emas, boshqalarni o'ylaydigan bo'lsang, ulkan bir saodatni his qilasan. Albatta bu karomat. Alloh taolo hadis qudusida nima degan edi? Uhibbul asqiya va hubbi lil faqiris sahi ashad. Men dedi Alloh taolo sahiylarni yaxshi ko'raman. Endi sahiy bo'lgan faqirni ko'proq yaxshi ko'raman. O'zi faqir, lekin saxovati bor. Qarang, bitta ish qilamiz. Xalq agar poddeshka qiladigan bo'lsa, mana shu video 10 mingta like yig'adigan bo'lsa, mana shu buvamga 10 mingta like bosib bersanglar, mashinalarini Xudo xohlasa yangi qilib o'zgartirib beramiz. Gapimiz gap har doimgidek, bilasizlar. Akalarim, vasiyat xuddi o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek. Faqat ko'ngillaringizdan yomon shubhalarni, noto'g'ri shubhalarni chiqarib tashlanglar. Bu yerda hech qanaqa soxtalik yo'q. Ham mashina, ham buvamizni vaziyatlari juda ham og'ir. Biza yordam qilmasak, buvamizga shu paytgacha hech kim yordam qilmagan. Bundan keyin ham menimcha hech kimdan umid yo'q. Xo'p. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'ling. Ehtiyot bo'ling, mayli. Akalar, bu narsalar oddiy bir matohda, balki 100 ming turar, balki 200 ming. Lekin bitta odamni qanaqa xursand bo'lganini ko'rdinglarmi? Tog'ani yuzlaridagi emotsiyalarni, yuzlaridagi quvonch. Yaxshilik qilgan sari yaxshilik qilarsiz kelaveradi. Bunaqa bo'lganda nima deydi? O'shaning uchun yurakni keng qilib, yaxshi inson bo'lishdan qo'rqmaslik kerak deb hisoblaymiz, akalar.